Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Xenim namlıq tarihi romanның davamı. 3. Бүгін Шахнишіндегі әттегенлік қобылдан кейін Sultan İsmail Xan Xoja Hidayatullah İşanni orduға təklif qilish uchun Bekavul Bagni egar jabduqlari kumushdan bezalgan bir oq arg'umoq bilan alayda avatida o'zi bir qism muhim ordu arkonlarining hamrohligida ordu beg'idagi Huzuri Sabah nomli kuzlik saroyida shohona dasturxon hozirlab saqlab turdi. Bir ash peshim vaqt o'tganda Xoja Hidayatullah İşan Mo'g'ul Saqi qatorliq 5-6 xalifa suluk mas'ullarini agashtirib Bekavul Bagning hamrohligida yetib keldi. Da ikki qo'lini ko'kragiga ilib, egilib turib salom berdi. Assalomu alaykum, an hazratimning oltin bo'ylari esanmikin? Va alaykum assalom. Sultan İsmail Xan İşanның salomini o'rnidan turib ilik oldi. Xonning İşanga ko'rsatgan bu ziyoda hurmat ehtiromi Amri Kabir Mirza Babaqbek, Mirza Avazbek, Malika Muhtaram Xenim qatorliq bir qism ordu arkonlariga yoqmadi. Shundaqdimi ular xonga agishib, o'rnidan turib, İşanni qarshi ilishga majbur bo'ldi. "Qani, hazratim, bu yoqqa marhamat qilg'aylar", dedi Sultan İsmail Xan İşanni o'ng tarafidagi zar ko'rpining ustiga taklif qilib. İşan ortiqcha takalluf qilmayla İsmail Xanning o'ng yenidan o'rin oldida alqalarini juplab qo'l ko'tardi. "Amin. Qadam yetdi, balo yetmagay. Xonu Xaqon olilarining buyuk davlatlari texmi ziyoda, ag'yorlari piyoda bo'lg'ay." Fatihadan keyin İşan va uning hamrohlarining qo'liga oltin abduva chilabchida suv berildi. Orqadanlar dasturxon turlik shohona noz-ne'matlar bilan ko'mib etildi. "Qani, hazratim, dasturxonga marhamat qilsizlar", dedi İsmail Xan İşanni g'izoga taklif qilib. "Avval an hazratimdan kelgay", dedi İşan takalluf qilib. "Hazratim dasturxonimizning aziz mehmindir. Şuna ortiqcha takalluf qilmag'ay", dedi İsmail Xan yana zo'rlab. Hidayatullah İşan Mirza Babaqbek qatorliq bir qism amirlarning chiroyidagi norozilik alomatlarini bir qarabla sezib oldi-da, Sultan İsmail Xandan avval dasturxonga qo'l uzatishga petnomedi. "Garchi bizlar kim qiblagohimning izzatlashiga muyassar bo'lgan mehmon bo'lsaqmi, olilaridan avval dasturxonga qo'l uzatishga haddimiz emasdir. Hazratim mushundoq deb turibsa, bo'pti amisa", dedi Sultan İsmail Xan dasturxonga qo'l uzatib turib. "Qani, buzrukvar aziz, dasturxonga qo'l keltirgay." İşan Sultan İsmail Xandan keyin dasturxonga qo'l uzatdi. Shunday qilib nashta boshlandi. Bir cho'gin choy qaynamchilik vaqt ichida asla, baxsila degan takalluf so'zlardan boshqa ortiqcha gap so'z bo'lolmadi. "Hazratim, bu navbat ostonda uzunroq turg'aylar", dedi Mirza Babaqbek tunugun ko'rishgandan beri o'zidan ko'zini elib qochib turgan Hidayatullah İşanga qarab. İşan dasturxondan beshini ko'tarib Mirza Babaqbekka qaradi. İşanning ko'zlari bilan Mirza Babaqbek, Mirza Avazbekning ko'zlari to'qinishdi. Ko'n raqiblar bir-biriga bir necha daqiqa tikilishdi. Ularning ko'zlari bir-birining ichki sirlarini bilib olmoqchi bo'lgandek chaqnab ketdi. "Asi murtatlar, bilaman, senlar Sultan İsmail Xanning menga ko'rsatayotgan bu hurmat ehtiromidan qizg'inishyapsan. Meni ostondan tezroq haydab etishga oldirishyapsan. O'z vaqtida Sultan Yo'lvozxonga deb kallangni oldirib etmaganimning tatqulug'i bu menga. Aldirmay turish, hali ham ulgurman. Vaqt kelganda tirik turg'izibla terangni ta'tir so'ymasam, postonga saman tiqmasam, pasiq tallaringni burdi qilib parchalab tashlamasam, sultanul muhaqqiqinliqim haram bo'lg'ay." "Ey lamakan munofiq, ajab hiligarsan, ha?
Her qaçan jahonning rapdoriga kirib olishni, xon sultonlarni aldashni bilasan. Qanchilgan begunoh avomni bala qazolarga duchor qilmading. Uy makonlardan ayirib, xon vayron qilmading. Texi sehri Əbsunduran bilan Sultan İsmailxonning ko'nglini tutishga, ishonchisiga erishishga muyassar bo'lding. Sendin saltantimizga yana qanchalik bala qazolar kelar. Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishonni o'ldiribmi, qonun jasoqqa tortilmading. Yetar endi. Sehri Əbsunduranni yig'ishtirda, o'rnidan tez yo'qol. Ikkinchi oyoq bosma. Qulluq shumluqlaring bilan jinoyatlaringni bir mezgil yo'shirib bilan mangu yo'shirib qololmaysan. Aman bir kuni xalq olam oldida sharmisor bo'lmay qolmaysan. Janobi Amir Kabirning himmatiga ko'p rahmat, dedi Hidoyatullo Eshon chiroyiga saxta kulki yugurtib. Bu dönem Ostanaga kelishimizda faqat adalat panohimizning saodatman ishqiya sulkimizga ko'rsatgan olamcha himmatiga tashakkur bildirishdan o'zga muddaoyimiz yo'qdir. Al-haq, mana bugun muddaoyimizga yetib o'tiribdimiz. İnşallah, yani 1-2 gün turib, hafta Muhammadan Chiltan buzurgvarimizning tug'i shaddalarini qiqib, tavab tilovatda bo'lgandan keyin Qashqarga qaytqaymiz. Zinhor oldirmag'aylar hazratim, dedi Sultan Ismoilxon Hidoyatullo Eshonga qarab. Babai ajdodlarimiz kelish irodat, ketish ijozat debdikan. Aram bir didar muloqotda bo'lgan vaqtimizda uncha oson ijozat bermasmiz. Ostanimizning har qanday bir yeri hazratim uchun Xudoyi qunoqdir. Bemalol tavab tilovatda bo'lsinlar. Yana bir necha vaqt didar muloqotda bo'lib o'tkaymiz. An hazratimning shafqatiga ming tasanna. Oliylarining ko'rsatgan bu qadar himmatidan ko'p xijolatman. Qibligahim shundoq deb turib asla peqirlari Buyuk Saidiya saltanatining yurtdorchilik ishlariga rahnama bo'lamsaqmi duogo'ylik qilib o'tishga har qachon jon iymonimizni tasadduq ayligaymiz. Bilishimcha Eshon hazratlari o'z vaqtida Shahzod Yo'lbosxon oliylariga rahnama bo'lib o'tgankan, dedi boyatdan beri Mirza Babaqbek bilan Mirza Avazbekning chiroyiga qarab, ularning ko'ngligini bilib o'tirgan Malika Muhtaram xonim Hidoyatullo Eshonning tap tortmasdan Sultan Ismoilxon oldida qilinlik bilan otgan po'lirga chidab turolmay. Oxirida marhum xon atam Sultan Abdullah xon oliylari bilan farzandi ham vali ahdi bo'lmish Shahzod Yo'lbosxon o'tirsida kelishtirgisiz nizo adovatlar, qonliq yog'lar bo'ldi. Saidiya saltanati jangi jidal to'ponida al-raiyat xun g'ovg'a azobida qoldi. Shu chaqlarda Janobi Eshon hazratimning u shahzodiga qanday rahnama bo'lib o'tganligini to'liq bilgim bor. Malika Muhtaram xonimning kutmagan bu savoli Hidoyatullo Eshonni birdilla tamtirtibdi. Tili kalvalishib, vujudini vahim bosdi. Burnining ustida chikim ter paydo bo'ldi. O tunugun Sultan Ismoilxonning ziyoda hurmat ehtiromidan ko'ngli xilli joyiga tushgan edi. Hozirgi bu shohona ziyofatda xonning o'ng beqinida o'tirish sharifiga erishib, terisiga sig'may qolgan edi. Shunga u boshqa o'rda arkalarni ko'n xamonni so'raydi deb zinhor xiyoliga keltirmagan edi. Mana endi kutmaganda buni seriq tuk eski tugmanga suv boshlayotdi. Eshon Malika Muhtaram xonimga yer tegidan sinchilab qordida, Oqsuvdagi tunji jangda bir pay ya o'qi bilan bir sarkardini otdan mollaq otqizib, lashkarlarining hayvisini yerga urgan. Shahzoda Yo'lbosxon og'izdan jangbozlik mahorati, bahodirligi haqida ajoyib tarifini anglagan Malikaga duch kelganligini his qildi. Shu Dajjalning dal o'zi shu. Yo pirim, mazlum kishi turib, haramda
Taş dermek oynamay, sepahlarca kiyinip, mushundaq katta sorunladımı, zuvandarlık qılıp yürgünne qaramamdıgan bu Azazulning o'z vaqtida Sultan İsmail Xonning xilila tamtiratganmish. Büyük sarkarda Hinduqush Mirza Alilarimi uning lashkari mahoratiga qoyil bo'lgan ekanmish. Ehtiyot qilmoq kerak. Bu dajjolni tozimi bir erkak zadak to'mpay bo'z kerak deb o'ylab ekanman. Bir piyola choyga qo'shib o'tvatgudak uz parishgan go kasofat. Ayol zotimi shundoq chiroyli bo'ldi ekan desa. Hidoyatullo Eshonning g'ang'ib turib qolganini ko'rgan Molla Saqi xo'jasini ogohlantirib, qasdanga gelini qirib qo'ydi. Bu shapidan Hidoyatullo Eshon darhol esini yig'dida Malika Muhtaram xonimga qarab tuvanchilik bilan javob berdi. Azmas Allah o'z vaqtida istidotsiz shahzodaga piri buzruk bo'lib qo'yma xato qilgan ekanmiz. Biz piri azim bo'lsaqmi, faqatla duogo'ylik qilib o'tgan edik. Yurtdorchilik tizgini shahzodaning qo'lda bo'lgani uchun shunchalar arazliqlarni to'sishqa amalsiz qolganmiz. Bo'lmasa, ul shahzodani ko'p ogohlantirgan edik. Hilmi ham Büyük Saidiya saltanatining talay omadlari bor ekan. Axir Janobi on hazratimdek bahodir, adolatparvar, kang qursoq ham istidodli xonu xoqonga noil bo'ldi. Buningdan bizmo ko'p so'yindik va har qachon ibodatlarimizda xonliqimizning omonligi, el raiyatning osoyishligi uchun duo qilib turdik. Hidoyatullo Eshon gapning temisini ustuliq bilan yo'tkitida hadab Sultan İsmail Xonni ko'k ko'tarishga boshladi. An hazratim saltanat suri bilan suluk nizolarini cheklab turg'ashqa, bizlar kim suluki ishqiya mo'minlari, suluki soqiya muritlarining zulmidan aman esan qutulib qoldik. Qibligahimizning bu shafoatini har qachon esimizga olsak, ko'z yoshlarimiz daryo bo'lib oqadi. Yaratgan Allah egam xon olilarini, adolat zulfiqorini har qachon qo'lida mahkam tutib turishga nasib qilg'ay. Eshon gapini tugitib mishildab yig'lashga boshladi. Sabr qisla hazratim, dedi Sultan İsmail Xon Eshonga tasalli bergach, Malika Muhtaram xonimga olib qarab. Eshon texmo azvaylab o'pkidashga boshladi. Eshon texmo azvaylab o'pkidashga boshladi. Bu dardu alamlarimni, arzu holimni Janobi qibligahimga to'kmay, kimga to'kay endi? Sorunni birdilla timtasliq bosdi. Ko'ngillarida qandoq muddaolar bo'lsa, yo'shirmay bayon qilg'ayla hazratim, dedi Sultan İsmail Xon Eshonni bazlab. Qiltiqiga hech qancha kuchimayla Sultan İsmail Xonni dastivagan Eshon asli muddaosini oshkorlashga kirishdi. An hazratimning shafqati ziyodadir, adolati va saxovati oshu muallaqdagi quyosh kabi hamma yerga takshi tushgandir. Mayli boy, mayli godoy, mayli faqir, mayli miskin raiyatning dilini takshi ilitqandir. Faqir ojiz mo'minlarining on hazratimga kichikgina talabim bo'lsa-mu, aytishqa tilim bormayotdi. Eshon hazratim, zinhor ikkilanmagaylar. Qo'limizdan kelsa har qanday talablarini ijobat qilg'aymiz, dedi Sultan İsmail Xon va'da berib. Eshonning yana qandoq o'yin o'ynamoqchi bo'layotganligiga qiziqqan Mirza Babaqbek qatorliq amirlar quloqlarini ding tutib jimjit o'tirishadi. Adolat panoh sultonimga ancha oydin bo'lmasi kerak. Qibligahim Saidiya saltanatining oltin taxtiga barqaror bo'lgandan keyin bizlar kim suluki ishqiya mo'minlari, suluki soqiya muritlarining ko'p zulmiga uchradik.
Pir buzruk azizga qo'l berib, murid bo'lganliklarini bahona qilib, xonlik farmon, qonun jasaqlarni ko'zga ilmay, suluki ishqiya muridlarining uy makonlarini ko'ydirdi, mal dunyolarini bulidi, erlarni o'ldirdi yoki jazolab peyni qirqibatdi, pichib oqti qilib tashladi. Mazlumlar tul norasidilar yetim bo'lib qoldi. Hazır sülki işqiya muridlarining hal kuni naaytimi xarab. Burda nang'izzar, avritini yapqudak mataga chiqnalig'ulchiligi yo'q. Shundaqdimi ular sülki isoqiya muridlari bilan o'xshash holatda xonliqning turlik olvan yasoq, siliqlarini topshirishga majburlanmoqda. Bizlar kim sülki ishqiya muridlarining qutbul ahtabi bo'lmish Bozrikvarning aşu peqir muxlislarining hal ahvoliga ich og'ritib, yoqqa yirtib, quyoshdak saxovat va ham himmatini seg'inib, shuni talab qilamanki, sülki ishqiya muridlardan podshohlik olvansiliq ilinmasa, ularni yurtdorchilik majburiyatlarini o'tashga qistimasa, hashar, lashkar, madikor, karvon tutmasa, turlik ish harakatlari taqib qilinmasa, sülki ishqiya targ'ibotlariga daxli taruz bo'ladigan barliq taqiblar saltanat suri bilan qattiq cheklansa, ishqiya sülkidagi oshu mo'min bechoralar hal ahvolini ozroq o'ngishivas ekan. Aslida Sultan Ismoilxonning Xo'ja Hidoyatulloh Eshonga ziyoda hurmat ehtirom bildirishida sülki ishqiyachilardan foydalanib Saidiya davlatida kundan kunga kuchayib ketib qolgan sülki soqiyachilarni cheklab turish muddasi bor edi. Chunki soqiya sülkidikilar Sultan Ismoilxonning Saidiya taxtida o'tirishiga hamdam bo'lgan to'pisini pesh qilib, ha deganda xonlik farmon, qonun jasoqlarni ko'zga ilmay, saltanat bilan qarshilashib kelyotdi. Ularning bu qilmishlarini saltanat suri bilan bostirishga, cheklashga amalsiz qolgan Ismoilxon zaharni zahar bilan qaytirish tadbirini qo'llanib, sülki ishqiyachilarga olaydi shafqat ko'rsatdi. Shu sababdan mana hozir u Xo'ja Hidoyatulloh Eshonning bu o'rinsiz talabini ner berisini o'ylanib o'tirmayla qabul qildi. Hazratda xotirjam bo'lg'ayki, ushbu orzu talablari butunlay ijobat bo'lg'ay. Sülki ishqiya muridlari xonlik farmon yorliqlarga, qonun jasoqlarga yavaşlık bilan itoat qilib, saltanatimizning osoyishligi uchun kuch chiqasizlar. Turlik podshohlik olvan yasoq, siliq majburiyatlardan ozod bo'lg'ay. Qiblagohimizning himmatiga hayshqalloh, dedi Hidoyatulloh Eshon dars o'rnidan turib, ikki qo'lini ko'kirkiga ilib ehtirom bildirib. Sülki ishqiya muridlari olilarining bu olamchi shafqatiga bu dunyo teşekkür etqay. Bu büyük Saidiya saltanatining osoyishligi ro'naq tepishi uchun kech kunduz duo talablarda bo'lib turg'ay. Hidoyatulloh Eshonning bu yo'lsiz talbiga Sultan Ismoilxonning o'ylanmayla ma'qul bo'lganligidan norozi bo'lgan Mirza Babaxbek qatorliq bir qism o'rda arkalari bir-biriga yertigidan ma'nlik qarashdi. Ammo damalliqqa bir narsa deyishga hech kim petilolmadi. Malika Muhtaram xonim bir narsa deyish uchun og'zini o'malladi. Uni Mirza Babaxbek sharatlab to'xtatib oldi. Nashta uchun berilgan bu ziyofat peshin vaqti bilan oxirlashdi. Peshin namozni Sultan Ismoilxon Hidoyatulloh Eshon bilan birga o'rda oldidagi ozna masjidda o'tdi. Peshin namozdan keyin bu katta xush xabarni murid muxlislariga yetkazishga oldirgan Eshon Sultan Ismoilxon bilan vaqtliq xo'shlashdi. 4. Bugun Shohnishindagi attiganlik qabuldan keyin tunugun Huzuri Sabah qasridagi ziyofatda Xo'ja Hidoyatulloh Eshonga bergan va'dasini esiga olgan Sultan Ismoilxon Mirza Divonbegiga amr qildi. Saidiya tasarrufidagi barliq sülki ishqiya muridlarini podshohlik olvansiliq majburiyatlardan ozod qilinganligi to'g'risida, ozod qilinganligi xususida yorliq tayyorlang'ay. An hazratim yorliq tushirishga zinhor oldirmag'ay.
dedi Mirza Babaqbek qo'l bog'lab ehtirom bilan. Qani xo'sh, sababi nimikin, janobi amir? dedi Sultan Ismoilxon ancha yoqtirmagan holda. Qiblagohim, dedi Mirza Babaqbek maqsadini sharhlashga kirishib. Yaqinqi 1-2 yildan buyon on hazratimning adolatlik siyosatining soyasida elda tinchlik, osoyishlik hukm surdi. Xotirjamlikka erishgan avam turmushi kundan kunga yaxshilanmoqda. O'tgan yili yuz bergan suluk mazhab majralarini tinchitish, nomrod avomni qish va ehtiyojdan omon eson chiqarish uchun xazindan nurg'un xarajat chiqim qilinib, olilarning mehr shafqati el yurtga to'liq yetkazildi. Al-haq bu yil qisman qurg'oqchilik va kalkun ofatini hisobga olmaganda tasarrufimizda ancha cho'ng ofatlar yuz bermadi. Zar-ziroatlar o'xshab avam ra'iyatning bu yil qish va kelar yili ehtiyojlik oziq-tulik asosiy jihatdan hal bo'ldi. Dehqonchilik, savdo-sotiq va turli hunar kasblardan ilindigan bir qism siliqlar kechirim qilinganligi sababli shahar bozorlar ovatlashib, gulinish vaziyati ro'yobga chiqdi. Ammo Shohzoda Yo'lbosxonning aysh-ishratlik, kayf-sapoliq turmushiga ko'plab xarajat sarf qilinganligi, boshqurishning yaxshi bo'lmaganligi, yo'g'i jangi jidallarga ko'plab xarajat sarf qilinganligi sababli aslida quruqlib qolgan xazinaga kiradigan kirim bag'ansiri ozlab ketib bordi. Alilarning xazindan xarajat ajratib, el ra'iyatning turmushini yaxshilash yorliqi texnichalar ijro qilinayotganligi uchun har qaysi yurt oymoqlardan o'rda xazinasiga yo'lindigan pul pichaklar bar yo'qning orliqida bo'lib turibdi. Shu sababli yaqinqi 3 oydan beri xon lashkarlarining haj-xarajatini imkoniyatning boricha qisib kelyapmiz. Moshundaq ahvol ostida xon olilari yana sulki ishqiya murutlardan ilindigan turlik olvan yasoq, siliq majburiyatlarni kechirim qilish xususida yorliq tushirdigan bo'lsa, yolg'iz sulki soqiya murutlarning emas, balkim sulukdan mustasno oddiy avomning noroziligi qo'zg'ab qo'yilishi cho'qim. Ol çağda avam alvan yasaqlardan qichish, siliq topshirishdan bosh tortishi, hatto ishqiya sulkiga irodat qilish yo'li bilan alvan siliq topshirishga taqobil turishi mumkin. Bu ish saltanatimiz uchun intayin yo'shirin xavfdir. Shunlashqa qiblagohimizning o'yini biroq bir qarorga kelishini umid qilaman. Yiqilmagan osmonni yo'lash behojat. Yıqılmagan osmonni yo'lash behojat, dedi Sultan Ismoilxon o'z qarorida ching turib. Amerika bir janoblarining sulki ishqiya piri Azami Xo'ja Hidoyatulloh Ishon hazratlari bilan o'ch adovatining borligi hammaga ayon. Janoblari saltanatimizning peshvo amirlaridan biri. Yurttarchilik ishlarini muhim deb bilib, nizo adovatlarni unutib ketgay. Mirza Babaqbek Sultan Ismoilxonning bu so'zlarini anglab beshini tuvan soldi. Mirza Babaqbekni yoqlab gap qilishga tamshilib turgan oston amri Mirza Avazbek xonning xafa bo'lganini ko'rib, bo'g'ziga kelib qolgan gapni yutib etishga majbur bo'ldi. Xon ota, bundaq desizlar amri kabir janoblarga uval qilgan bo'ldilar, dedi Malika Muhtaram xonim so'z elib. Mirza Babaqbek janoblarining boyamqi so'zlarida saltanatimizning g'amini yeyishdan o'zga muddaosi yo'qdir. Butkul Saidiya tasarrufida sulki ishqiya muritlarining soni zodi qanchalik? Bunisi bizga qarang'u. Ammo ta'mimcha Qashqar, Oqsu, Ko'rla, Turpan, Qumul qatorliq yurtlardagi ra'iyatning tangdan to'lisi degudak ishqiya sulkiga irodat qiladi. Hidoyatulloh Ishon hazratlari xon yorliqidan foydalanib, suluk targ'iboti ilib borsa, yana nurg'un ra'iyatni sulukka jalb qilib olishi, Ishonning el orasidagi inovati biroqli ko'tarilib ketishi mumkin. Bu haqiqatanmi mo'ljalligisiz yo'shirin xavf. Ana ashu sanoqsiz ishqiya murutlardan ilingan siliq majburiyatlar kechirim qilinadigan bo'lsa, xazinaga kiradigan kirim tabiiy kemiyib ketadi. Olimadiz ofat yoki
yig'iliq bo'lib qolsa, quruq xazina bilan qandoq taqobil turish mumkin? Shunga bu ehtimolliklarga zinhor sal qaralmag'ay. Sultan Ismoilxon nima deb javob berishni bilolmay bir oz o'ylanib qoldi. On Hazratimning saltanatimizga yo'shurun xavf bo'layotgan suluk mazhab majralarini madori yo'li bilan hal qilish uchun Soqiya sulkiga irodat qilishi hamda sulki ishqiya muritirga saxovat olqanlarini keng ichib, mehr shafqat ko'rsatmakligi saltanatimizning uzun muddatlik osoyishligini ko'zlab qo'llangan oqilan tadbirdir, dedi o'tir yoshlik bir amir Sultan Ismoilxonni qo'llab. Saidiya tasarrufidagi sulki ishqiya muritirini olvan yasoq, siliq majburiyatlardan ozod qilmoqlik bilan xazinaning qurib ketishi notayin. Öz vaqtida Jannat makon Sultan Saidxon odilirmi butkul Saidiya tasarrufidagi avomdan uda 10 yil olvansiliqni kechirim qilgan ekan. Shu chaqdimi xazina quruqtilib ketmagan bo'g'iydi. Sizlar undaq deganlari bilan amir janoblari, dedi Malik Muhtaram xonim. U chaq bilan hozir o'xshamaydi. Janobi Urdi Yasavulla amri xonu xaqonimizning istidodini Jannat makon Sultan Saidxon odilaridan tövan turdi deb qaramaydigandir har qachon. Men qo'lli desam o'zri pochoq debatammi nima? Janoblari, dedi Malik Muhtaram xonim bu amirning qasdanga qilgan ig'vogarchiligidan g'azablanib. Jannat makon babai buzruk Sultan Saidxon odilari zamonasida saltanat ishki tabriqchilik bilan tashqi bosqinchiliklardan xilli xoli edi. Hozir bo'lsa saltanatimizda suluk mazhab nizolari hilila yer elish oldida turgan kalkundak turmoqda. Ili vodisidagi Junqar aqsuyaklari har qachon xiris qilchini bilmoqda. Mushundaq ahvol ostida saltanatni mustahkamlash uchun albatta xazinani to'liqlab turish kerakki, zinhor quruqtab qo'ymag'ay. Agar sulki ishqiyachilarni boshqa oddiy avom ra'iyat o'tab kelayotgan aqalli puxrodorchilik majburiyatlaridan ozod qilib, alohida imtiyoz beradigan bo'lsak, el yurt orasida tayyorga hayyor yalqov nonqapi harom tamoq ko'kami ushuqlar ko'payib ketishi, oddiy ra'iyatning saltanatdan ko'ngli sovib ketishi, puxrochilik majburiyatlarini o'tashdan bosh tortishi turganli gap. Buning oqibati elga osoyishlik emas, balki tinchsizlik, fitna fasod, g'alva g'ovg'a akiladi. Shunda qilib Shohnishinda bir maydon qizg'in bas munozara boshlandi. Janobi amirlarim, dedi qarshi fikrdagilarning so'zlarini xilla o'rinliqda pes qilgan Sultan Ismoilxon barliq o'rda arkanlariga takshi nazar silib. Bas munoziranglarni to'xtatqaysizlar. Biz Aqsudan lashkar tortib kelib, Saidiya saltanatining yurtdochilik tizginini qo'limizga olgandan beri nurg'un ishlar bo'lib o'tdi. Xo'ja Hidoyatulloh Ishon hazratlari boshchiligidagi sulki ishqiya muritiri saltanatimizga zimmiylik bildirgandan keyin farmon yorliqlarimizga, qonun jasoqlarga izchil bo'ysunib, saltanatimiz bilan qarshilashish harakatida bo'lmadi. Biz saltanatni sulukdan mustasno tutish tadbirini qo'llanib, har qaysi suluk mazhablarga barabar muomalada bo'lib kelgan bo'lsaqmi, sulki ishqiya muritirning, sulki soqiya muritirning har qachon taqibiga, zulmiga uchrab kelgani dar haqiqat. Faqat birli suluk mazhabtikilar bilan inoq o'tish, o'zga suluktikilarni taqib qilish oxirgi hisobda saltanatimizni halokat girdobiga ittirdi. Jannat makon akam Sultan Abdullohxon odilarining sulki soqiyachilarga homiylik qilishi, Shahzoda Yo'lvosxonning sulki ishqiyachilarga homiylik qilishi oxiri butkul Saidiya tasarrufini qutuldirvag'isiz nizo adovat yog'iga mubtalo qildi.
Әл рәият bu bala qazadan azaplık inridi. Xanı vayran boldi. Aş yalıngaş qaldi. Şoңlашqa әл rəiyyətni xatircəm tirikçilik yoluğa başlaş üçün Сәйдия təsərrüfida təң mövcud bob turğan, әмма ot bilan sudək zinhar sığışa mayvatqan nizo adavətləri kündün күнге küçüyüb beriyatqan bu sülük məzhəblərə bab bərabər muamil qilish tolumu aqlan tədbirdir. Dər həqiqət xəzinnin quruqlanıb qilishi səltənətimiz üçün texmo yoşurun xəvfdir. Әмма Xoca Hidayetullah İşan Həzrətləri qılğan ləvzimizdən yenivasaq, səltənitimizin abroyğımı həm musulmandarçılıq əhkamlarıqımı layiq gəlməydi. Bəlkім texmi köp adavət uruqlarını bıxlandırıb edişimiz, sülki işqiya muritlərinin səltənitimizə boğan işyançısından ayrılıb qilişimiz mümkün. Ondaqda yarlıqның məzmunuğa tüztiş kirgizəyli, dedi xanni niyetidən yandırışqa көз yetmеген Мәликә Möhtərəm xanım. Мәсələn, qandaqsıga? Sordu İsmail xan dərhalla. Мәсələn, dedi Мәликә Möhtərəm xanım bir az oynavağandan keyin. Yarlıqdaki Сәйдия təsərrüfidəki barlıq sülki işqiya muritləri puxradarçılıq məcburiyyətlərini ötəşdən azad qılındı degan sözni Xoca Hidayetullah İşan Həzrətlərinin xas muritlərinin puxradarçılıq məcburiyyətləri keçirim qılındı. Vasıtılıq murşidləri bu keçirimdən müstəsnadır deb özgətsək. Bu yerdəki xas murid degəni Hidayetullah İşan öz qolu bilan bevosita qabul qilgan muridlarni ko'rsatdi. Vasıtılıq murid müşridləri degəni xalifa sülük mas'ullari orqali qabul qilgan muridlarni ko'rsatdi debdi. Ol çağda köp sandaki sülki işqiya muritlərinin puxradarçılıq məcburiyyətlərini ötəşdən vaz keçişinin aldını ilişqa, həm də bir neçə yıl ötkəndən keyin bu yarlıqni əməldən qaldırışqa mümkünçilik boludu. Bu özgü sülükdəkilərinin həm də sülük məzhəbdən müstəsna avamның narazılığını mı qozğamaydı. Ari, Мәликә Möhtərəm xanım tolumu aqılan tədbir ko'rsatdi, dedi Mirza Babaq bəy dərhal çırayığa külkü yugurtub. Bu kavabmı köyməydiğən, zıxmı köyməydiğən tədbir ikən, dedi Mirza Əvəz bəy. Yarlıq muşundaq bütülsə, Hidayetullah İşan Həzrətlərinin xan alilərdən rəncişkə orunmu qanmıqdək. Məylə əmisə, yarlıq şu yusundu bütülgəy, dedi Sultan İsmail xan ordu mirzisiga qarab.